Ali Ibrohim Akram, Xolid ibn Valid, Yengilmas qo'mondon. Kirish. Birinchi nashrga muqaddima. Sankt-Peterburg, 2008-yil, dekabr. Indijga bag'ishlanadi. Musulmonlar tarixi ulkan harbiy muvaffaqiyatlarga va shonli yurishlarga lim-molim. Islom dini uchun olib borilgan qarashlar o'zining yorqinligi va g'alabalariga boyligi bilan jang san'ati tarixiga ulkan hissasini qo'shgan. Iste'dodli musulmon qo'mondonlarining jasorati va mahorati hech kimga sir emas. Qilich musulmon madaniyatida har doim sharafli o'rin egallab kelgan. Lekin shunga qaramay, dunyoda islom jang tarixi haqida juda kam narsa ma'lum. Hech bir harbiy mutaxassis musulmonlar ishtirokidagi mashhur janglar tarixi haqida tadqiqotlar olib borib, dalillarni sinchiklab o'rganib chiqmagan va ular haqida batafsil ma'lumot yozmagan. Umuman olganda, bunday tadqiqotlar olib borish uchun jiddiy urinishlar ham bo'lmagan. Bu mavzu shu vaqtgacha hech kim tomonidan yoritib berilmagan. Men 1964-yilning boshlarida shtab kolleji Kvettada katta o'qituvchi bo'lib xizmat qilayotgan vaqtlarimda mazkur bo'shliqning borligini anglab yetdim. Doimo janglar tarixiga qiziqib kelganligim va bu haqida o'qitish mening shtab kollejidagi vazifam doirasiga kirganligi bois, men ushbu bo'shliqni to'ldirishga urinib ko'rish uchun boshqa ko'plab harbiy musulmonlardan ko'ra yaxshiroq tayyor ekanligimni his qildim. Ta'kidlash kerak, musulmonlarning harbiy tarixini batafsil yoritish uchun bir necha yuzlab jildda kitob yozishga to'g'ri keladi. Vaholanki, bu ishni shunchaki boshlab berish ham mumkin edi va men mana shu murakkab ishga kirishishga qaror qildim. Buning uchun eng boshidan boshlashga va Xolid ibn al-Valid roziyallohu anhuning harbiy yurishlarini tavsiflashga bel bog'ladim. Men islom dinining ilk davrlarida musulmonlar ishtirok etgan janglar haqida ma'lumotlar keltirilgan ko'plab materiallarni topdim, biroq ularning barchasi arab tilida edi. Musulmon tarixchilarining barcha asarlari ham ingliz tiliga tarjima qilinmagan edi. Garchi tarjima qilinganlari ham ko'pincha to'g'ri qilinmagan, ba'zan esa asl nusxalardagi mazmun mutlaqo buzib o'girilgandi. Bunday tadqiqotni olib borish uchun asl matn yozilgan tilni o'rganish zarur edi. Shuning uchun men arab tilini o'rgandim. So'ngra barcha ilk asrlar tarixchilari asarlaridan iborat bibliografiyani yig'dim. Biroq unga 10-asrdan keyin yashagan musulmon va nasroniy mualliflarning kitoblarini qo'shmadim. Zotan, ular ham ma'lumotlarni dastlabki asrlar tarixchilarining asarlaridan olishgan. Shuning uchun men faqat qadimiy manbalarga murojaat qilishga va nisbatan keyingi asr mualliflarining mulohazalari va xulosalari ta'siridan qochishga qaror qildim. Bibliografiyani buzish nisbatan oson bo'ldi. Asli qiyin bo'lgan narsa kerakli kitoblarni topish edi. Chunki Pokistonda ular yo'q edi. Arab mamlakatlarida esa juda qimmat turardi. Biroq mazkur muammoni yechishda menga bir nechta do'stlarim tadqiqotlarim uchun zarur kitoblarni olib berib, hotamtoylik ko'rsatishdi va ushbu loyihani amalga oshirishda o'z hissalarini qo'shishdi. Bunday mas'uliyatli ishni olib borishga kirishgan har bir tadqiqotchining oldida turadigan eng jiddiy muammolardan biri bu geografik ma'lumotlarning yo'qligidir. Geografiya bu harbiy strategiyaning moddiy asosi bo'lib, o'sha davrga oid geografik shart-sharoitlar haqida aniq tushunchaga ega bo'lmasdan turib, ishonchli harbiy tarixni yozish imkonsiz. Men ilk musulmon davriga oid ikkita buyuk geografik asarni topish sharafiga muyassar bo'ldim. Bular o'sha davrning tabiiy va siyosiy geografiyasi yetarlicha tavsiflangan Ibn Rustahning Al-Alaq an-Nafisa va Ahmad ibn Yoqubning Al-Buldon asaridir. Bu asarlar menga hozirgi vaqtda yo'q bo'lib ketgan ko'plab manzilgohlarning joylashuvini aniq belgilash va u joylarning xususiyatlarini qayta tiklash imkonini berdi. Mavjud muammolarni hal qilish va ushbu kitobga kiritilgan xaritalarni tayyorlash uchun men bir hafta davomida jiddiy izlanishlar olib borishimga to'g'ri keldi.
Garchi islom dinining tarqalishidagi dastlabki bir necha asrlardagi tarixiy adabiyotlar arboblari deyarli barcha abadiy janrlar ustalari ham qariyb faqat musulmonlar bo'lsa-da, men hodisalarning, ayniqsa islomning Shomga kirib kelishi bilan bog'liq voqealarning g'arbcha talqinini bilish maqsadida ba'zi ilk davrlar g'arb tarixchilarining asarlarini ham o'rganib chiqmoqchi bo'ldim. Men 8-asr oxiri 9-asr boshlarida yashab o'tgan Nikifor va Teofan ismli vizantiyalik ikki tarixchi haqida ma'lumot topdim. Lekin afsuski ularning asarlarini o'zim bilgan birorta tildagi tarjimasini topa olmadim. Shuning uchun men Rum saltanatining tanazzuli va qulashi tarixi asari muallifning musulmonlarga qarshi fikrlash tarziga qaramay tarix faniga qo'shilgan ulkan hissa deb hisoblangan mashhur Edvard Gibbonning nuqtai nazarini g'arb konsepsiyasiga asos sifatida olishga qaror qildim. Bu asar men o'rganayotgan masala haqida eng umumiy tasavvurini beradi, xolos. Lekin boshqa ishonchli batafsil g'arb manbalarining yo'qligi sababli mening shu bilan qoniqishdan boshqa choram yo'q edi. Yuqorida aytib o'tgan sabablarimga ko'ra 10-asrdan keyin yozilgan kitoblarga murojaat qilmaslikka harakat qilishimga qaramay, men geografik nuqtai nazardan qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun bir nechta keyingi davrlar mualliflarining asarlarini sinchiklab o'rganib chiqdim. Chunki men ushbu kitobdagi ishonchli tarkibni ta'minlagan muhim ma'lumotlarni to'plashning boshqa yo'lini topa olmadim. Xususan 7-8 asrlarda yashab o'tgan olim Yoqutning mashhur Mujam al-Buldon asaridan ko'p foydalandim. 20-asr nashrlaridan esa menga 1910-yillarda Iroq va Shom bo'ylab ko'p sayohat qilgan va Furot oqib o'tgan mintaqa geografiyasini chuqur o'rganib chiqqan chex tadqiqotchisi Alois Musilning O'rta Furot asari katta yordam berdi. Yuqorida aytib o'tilgan kitoblarni o'rganib chiqib, matn qoralamasi ustida ishlashni yakunlaganimdan so'ng ta'til uchun ariza yozdim va 1968-yilning avgust oyi boshlarida Pokistonni tark etdim. Avvaliga men bir muddat Yevropada, asosan Londonda bo'lib, musulmonlarning Vizantiya saltanatiga qarshi harbiy yurishlari haqidagi materiallarni izladim. Taassufki, biror bir dastlabki asrlarga oid g'arb mualliflari asarlarining inglizcha tarjimasini topa olmadim. Lekin Britaniya muzeyi kutubxonasidan ba'zi foydali ma'lumotlarni qo'lga kiritdim. Avgust oyi oxirlarida Bayrutga uchib bordim va Xolid ibn al-Valid jang qilgan joylar bo'ylab safarga otlandim. Negaki, Xolid ibn al-Valid bosib o'tgan yerlarni, u jang qilgan joylarni o'z ko'zim bilan ko'rishim lozim edi. Livanda qiladigan ishim faqat Abul-Quds joylashgan joyni, Xolid qurshovda qolgan musulmonlar bo'linmasini qutqargan maskanni topish bo'ldi. Bu joyni topgach, quruqlik transportida Shomga yetib keldim. Shomda men Xolid bilan bog'liq bo'lgan barcha shaharlarda Damashq, Emessa, Tadmur va Halabda bo'ldim. Xolid jang qilgan barcha joylarni ko'rdim va bu kitobning 4-qismida tilga olinadigan qolgan barcha manzilgohlarning haqiqiy holati qanday bo'lganini o'rganib chiqdim. Damashqda hamon izlari qolgan qal'a devorlarini ko'rdim. Faqat uning g'arbiy qismi mutlaqo yo'q bo'lib ketgan va ulardan hech narsa saqlanib qolmagan edi. Shuningdek, Xolid davrida nomlangan va shu nom saqlanib qolgan 6ta darvozani ham ko'rdim. Ammo qal'aning ichki qismi mutlaqo o'zgarib ketgandi. Damashqda bo'lgan vaqtlarimda men tarix haqida katta taassurot uyg'otadigan Milliy muzeyga borish va shaxsiy kutubxonamda bo'lmagan juda foydali materiallarni o'qib chiqish imkoniyatiga ega bo'ldim. Emessada men Xolid ibn al-Valid masjidini ziyorat qilib, muqaddas burchimni ado etdim. Mening 4 yil davomida butun o'y-xayollarimni band qilib kelgan bu buyuk jangchi haqida qanchadan qancha manbalardan o'qigan va u haqida butun bir kitob yozayotgan insonning qabri oldida qanday turganim bir umrga xotiramda muhrlanib qoldi. Men masjidda Xolid ibn al-Validning qabri yonida o'yga cho'mib, 1 soatcha o'tirdim. So'ngra o'rnimdan turib 2 rakat namoz o'qidim va Allohdan
hozirgi musulmonlarga xuddi Xolidga berganidek munosib g'alabalar berishini so'radim. Men uchun Shomda bo'lgan vaqtimdagi eng qiziq kunlardan biri Xolid tomonidan zabt etilgan va uning harbiy faoliyati yakunlangan joy Qinasrin, ya'ni qadimgi Xalsisni izlashga borgan kunim bo'ldi. Aleppo, Halabda ko'pchilik Qinasrin haqida eshitgan va uning bu shahardan unchalik uzoq emasligini bilishardi. Shuningdek, u qadimiy xarobalar joylashgan makon sifatida arxeologik xaritalarda ko'rsatilgan edi. Biroq hech kim uning aniq qayerda joylashganini va unga qanday borilishini bilmasdi. Chunki hech kim Qinasrinni ko'rish uchun biror kimning kelganini eslay olmasdi. Men u yerga borish uchun bir taksi yolladim. Shuningdek, shaharda Aleppoga mehmonga kelgan, o'zi Qinasrindan bir necha mil uzoqlikda yashaydigan bir badaviyni, menimcha u oddiy dehqon edi, topishga muvaffaq bo'ldim. Men uni taksida ona qishlog'igacha olib borib qo'yishga, u esa menga Qinasringa qanday borishni ko'rsatishiga kelishib oldik. Biz Aleppodan janubi-g'arbga qarab zarbaga olib boradigan yaxshi yo'l bo'ylab 14 mil yurdik. So'ng badaviyning ko'rsatmasiga ko'ra tor dala yo'liga burildik. Ko'p o'tmay shunchalar o'nqir-cho'nqir yo'l boshlandiki, Madina u yerdan arang yurardi. Shu tariqa yana 5 mil yo'l yurganimizdan so'ng badaviyning qishlog'iga yetib bordik va u shu yerda tushib qolishini, biz esa Qinasringa yetib borish uchun yo'lda davom etib, tepalikni aylanib o'tishimiz kerakligini aytdi. Biz haydovchi bilan birga mashinada tepalikni aylanib o'tdik va nafaqat Qinasrinni topdik, balki qishloqdan bir necha chaqirim naridan o'tgan o'sha katta yo'lga qaytib chiqdik. Qinasrin, aniqrog'i u joylashgan joy, chunki Qinasrindan hech narsa qolmagan edi. Aslida shu yo'l ustida joylashgan ekan. Ya'ni biz badaviylarni qishlog'iga olib kiradigan yo'lga burilib, shuncha joyni aylanib kelmasdan mashinada to'g'ri shu yerga kelsak ham bo'lar ekan. Ayyor badaviy. Lekin u ayyor bo'lsa ham yoqimtoy odam edi. Men uning yordami bilan Qinasrinni topdim va unga 2 mil uzoqlikdagi joyga yetib bordim. Garchi uning atrofidagi qishloqlarda hamma Qinasrinning qayerda joylashganligini bilsa-da, Aleppoda bu haqda hech kim bilmasdi. Mening Shomga qilgan safarimdan eng muhimi Yarmukka qilgan safarim bo'ldi. U yer taqiqlangan hudud bo'lib, uning yonida o't ochishni to'xtatish chizig'i joylashgan edi va shuning uchun u yerga ajnabiylarning kirishi man qilingandi. Biroq bizning elchimiz janob shayxning yordami tufayli Shom hukumati menga bu hududdagi istagan joyimni borib ko'rishimga ruxsat berdi. Bundan tashqari, Shom armiyasi menga o'nqir-cho'nqir joylar bo'ylab yurish uchun transport va bu joylarni yaxshi biladigan ajoyib gid ofitserni hamroh qilib berdi. Shu tufayli kompas va xaritadan foydalangan holda men mashhur janglar bo'lib o'tgan joylarni shoshilmasdan, soatlab, sinchiklab o'rganishga muvaffaq bo'ldim. Men o'sha davrdagi butun front chizig'i bo'ylab kezib chiqib, nisbatan eng muhim nuqtalarni o'rgandim va Yarmuk darasini uning shimoliy qirg'og'idan turib tomosha qildim. Men Vodiy ar-Raqqodni ko'ra olmadim, chunki u yerdan o't ochishni to'xtatish chizig'i o'tgan edi. Biroq men daradan 3 mil narida joylashgan Shajara qishlog'idan bu jangning yakuniy qirg'in Barot pallasi bo'lib o'tgan joyni yaxshilab ko'rib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Yarmukdan chiqib, hamrohim bilan birga Bursaga bordim va u yerdagi mashhur qal'ani ko'zdan kechirdim. Bursaga tutash hududni o'rganib chiqdim, so'ngra Damashqqa qaytdim. Kamina bir kun davomida Yarmukdagi jang maydoni, Yarmuk daryosining janubiy qirg'og'idan boshlab o'rganib chiqdim. Bu mening mazkur joy bo'yicha avval Shom tomonidan boshlangan tadqiqotlarimning davomi edi. So'ngra Faxlga borib, Faxl jangi bo'lib o'tgan Yardan daryosi vodiysini ko'rdim. Mo'taga borib, jang bo'lib o'tgan deb taxmin qilinadigan yerlarni ko'zdan kechirdim. Hozirda bu joyning qoq markazida chiroyli masjid qurilmoqda. Ajablanarlisi, u yerlik ba'zi odamlar ko'zlariga Mo'ta jangi ko'ringanini aytishadi. Ta'kidlashlaricha, ularga qo'shinlarning qanday yurib kelayotgani ko'ringan, jang ovozlari eshitilgan.
Men ham xuddi shunday holatni boshdan kechirganini aytgan ikki kishi bilan shaxsan uchrashdim. Bu joydan 2 mil nariroqda joylashgan mozorda bu jangda shahid bo'lgan 3 musulmon qo'mondonning qabri bor edi va men ularning qabrlarini ham ziyorat qilib fotiha o'qidim. Mening Iordaniyaga safarim 1968-yil 21-sentyabrda o'z nihoyasiga yetdi va men bu kichik mamlakat haqidagi qiziqarli va yoqimli xotiralarni o'zim bilan olib Bayrut orqali Bag'dodga uchdim. Bag'dodga yetib borgach, harbiy atashe polkovnik Aminning g'amxo'rligi bilan Iroq bo'ylab safarim uchun hamma narsa tayyorlab qo'yilganini ko'rdim. Iroq hukumati mening islom fathlari haqida kitob yozish loyihamni ma'qullashini va bunga xayrixohligini bildirdi. Madaniyat va ta'lim vaziri janob Abdulloh Assalom men Iroqda ko'rmoqchi bo'lgan hamma narsani ko'rishim uchun barcha sharoitlarni yaratib berish haqida buyruq berdi. Bu rasmiy ko'makning bahosi yo'q edi. Menga transport berishdi va hamrohlik qiluvchi ofitser sifatida ajoyib yo'lboshchi doktor Muhammad Bakir al-Husaynni tayinlashdi. Avvaliga men bir hafta davomida Bag'dod muzey kutubxonasida ishladim va iroqlik bir guruh taniqli mutaxassislar, doktor Solih Ahmad al-Ali, doktor Ahmad Susa u tuzgan atlas haqida yuqorida aytib o'tgan edim va janob Fuod Safar bilan suhbatlashdim. Tarix va geografiya masalalariga bag'ishlangan bu suhbatlar men uchun juda foydali bo'ldi. Biroq mening bu yerdagi vazifam Iroqdagi jang bo'lib o'tgan joylarni aniqlash Shom va Iordaniyadan ko'ra ancha qiyin bo'lib chiqdi. Chunki u mamlakatlarda xolit katta shaharlar yaqinida va istagan har kim ko'zdan kechirishi mumkin bo'lgan yaxshi o'rganilgan tekisliklarda jang olib borgan. Iroqda esa uning janglari asosan yer yuzidan allaqachon yo'q bo'lib ketgan kichik shaharlarda bo'lib o'tgan. Bundan tashqari Dajla va Furot daryolari o'zanlarini va oqib o'tgan hududlar geografiyasini ko'p martalab xohlagancha o'zgartirib yuborgan. Bu daryolar qirg'oqlarida joylashgan aholi manzilgohlarining aynan qayerda bo'lganligini topish muammosi hal qilishda katta qiyinchiliklar tug'diradi.